bugungi rubrika dam olish rubrikasi. Hozir sizlarga New Jerseyda joylashgan Sojo Spa Club saunasidan kichkina obzor qilib berishga harakat qilaman. New York, New Jersey, Filadelfiyada turadigan vatandoshlarimiz bu joyni bilsa kerak. Bu joy New York ro'parasida joylashgan bo'lib, kechqurun juda ham chiroyli Manhattenga manzara ochiladi. Ketdi hozirlarga maksimalni ko'rsatib berishga harakat qilaman. $15. Hey, how are you doing? Good, thank you. How are you? You? Hi, how are you doing? Thank you. Yeah. Bu joyi yana bitta qulay taraflaridan bittasi mana shu braslet beriladi. Bu braslet bilan ovqat yoki suv olmoqchi bo'lsanglar foydalansanglar bo'ladi. O'zingizlar bilan naqd yoki kartochka olib yurishingiz shart emas. 4-etajni o'zida qizil loyli, oq loyli, tuzli va yana shunga o'xshash 8 xil sauna bor ekan. Sauna ko'pligidan ko'rib turganinglardek kimdir saunada ishtonni quritadi. Issiq saunadan chiqqaninglardan keyin ozgina temperaturani tushiraman desanglar, mana shunaqa muzli xonaga ham kirsanglar bo'ladi. Erkib qolsanglar tirnajor ham bor ekan. Orqadagi zdaniyalar qanchalik ko'rinyapti bilmadim, lekin o'sha orqadagi hamma zdaniyalar Manhattan. Oyoq massaj ekan. Qopga yurib, oyoqni massaj qilaman. Oyoq massajini olib, mana shu 7 etajli faqat sauna bilan spa. Mana o'sha kechki paytgi manzara. Har doim saunadan chiqib ketishlardan oldin temperaturani tekshirasiz. Temperatura juda ham sovuq temperaturasi. Ketishdan oldin tez haqlaymiz.